Mana bugun 2026-yil 9-aprel kuni Bog'bon agro marketi bilan hamkorlikda mana shu yangi chiqqan dori bor ekan. Mana shu. Sulichem degan preparat. Chemical food. Mana shu dorini qo'llab ko'ryapmiz eksperiment uchun. Xudo xolasa bir haftadan keyin buni effektini ko'ramiz. Agar effekti bo'lsa, nasib bo'lsa, keyin yana dehqonlarimizga, fermerlarimizga tavsiya qilamiz. Mana tajriba uchun 1 gektar maydonda 70 gram hisobida sinov tajriba uchun qo'llayapmiz. Mana oq parashok idishini chatini mana bo'lish kerak edi mana. Sulichem preparati tarkibi fluokarbazon. Bu yangi tarkib. Bizniki emas. Pir ustozlar qo'llaridan bo'lsin. Inshaalloh orpakamda qog'ozda bir barakali bo'lsin mana. Yangi Kidaya bir to'q bo'lmasa ham oqimli onasi ekan. Qayerda cho'kmasi bormi yo'qligini bilib ko'ramiz yana. Cho'kma. Mana Mollang beylar. Sirtfol moddasini mana 50 gram qo'shyapmiz. Sirtfol moddasi odatda gerbitsidni, fungitsidni, insektitsidni samaradorligini kamida 25% ga orttirib beradi. Qaysi bo'lmaydi? Ha. Yopishtirib. ichiga singishini ta'min etadi anaqana o'simlikka. Yetib borishini tezlatib beradi bu narsa. O'simlikka yaxshi yoshish uchun. Endi unda suv kerak, ha? Bu asosiy naqasi shu bo'ldi buni. Kleydi. Bo'ldi. Bo'ldi. Avval bu maydonga suliga, suliga qarshi, raygrasga qarshi, gandumakka qarshi preparat sepganlar. Endi hozir bir marta sepganda yaxshi samara olmaganligi uchun ikkinchi martasiga sepib ko'ryapmiz biz. Shunday. Shu orpaga dalalari xudo xolasa bizga tajriba Shunday. maydon Mana bo'ladi. tajriba o'tkazyapmiz, xudo xolasa. Agar bular natijalar yaxshi bo'lsa, orpaga bilan birgalikda Shunday. davom ettiramiz. Yarimiga Axel original qo'llayapman. Yarimiga mana shu ko'rib turgan so'li raygrat uchun qisman galdurmak o'tlarni ham oladi deyishyapti. Endi bir haftadan keyin effektini ko'ramiz, nasib bo'lsa.